Xo'p, hurmatli obunachilar, hozir kommentariyalarda o'qib chiqdim. Kommentariyalarda shunaqa yozuvlar yozilyaptiki, fikrlar bildirilyapti. To'g'rirog'i, bular o'zlarining tanishlarini topib, tanishlarini fikrlarini o'rganyapti deyishyapti. Yo'q, maqsad bu yerda kimnidir tanishini topib yoki kompaniyamizni zo'r qilib ko'rsatib, 1351 haqida ma'lumotlarni oshirib chiqarmoqchi emasmiz. Biz shunchaki kompaniyamizdagi kamchiliklarni qidiryapmiz. Chunki biz bilmaydigan, biz o'sha mijozlarimizni qiynab kelayotgan muammolari bo'lishi mumkin. Biz o'sha muammolarni yechish maqsadida shunchaki mijozlarning fikrlarini bilmoqchimiz va o'sha muammolarni yechib, iloji boricha mijozlarimizga qulayroq xizmat ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Noto'g'ri tushunmang. Mana hozir biz Havas marketga keldik va bu yerda o'sha mijozlari, Havasning mijozlari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Salomatlikmi? Xonadonlar tinchmi? Rahmat. Qanday bo'lyapti ishlar? Ozgina sizni fikringizni bilmoqchiman. Sevimli taksi 1351 haqida. O'zingiz ham oldin bizda ishlardingiz, haydovchi bo'lib. Hech foydalanib turasizmi o'zingiz ham? Albatta. Endi bu sevimli taksini haqida faqat ijobiy fikrlar bor. Qanday? Manzildan manzilgacha. Ya'ni uyingizdan siz xohlagan manzilgacha olib borib qo'yishadi. Plyus taraflari juda ham ko'p. Yengillik taraflari shuki, siz har qanday xohishingizga ko'ra komfort so'rasangiz komfort jo'natishadi. Bagaj ne desangiz bagaj. Sevimli taksi haqida fikrlarim ijobiy. Albatta ijobiy, chunki o'zim ham bir vaqtlar ishlaganman. Sizning xizmatingizda joy-joyida iloji boricha kamchiliksiz bajarishga harakat qiladi. O'zim ham ishladim. Endi nima deydi? Ish bor joyda kamchilik bo'ladi albatta, lekin yana bir narsa borki, men o'zim ishlaganimda ham shu narsani ko'rdim. Ayrim mijozlar, endi bu ularni yomonlash fikrida aytmayapman, 200 metr, 300 metrga ham taksi chaqirishadi. Bu narsa menimcha noto'g'ri. Iltimos, taksi chaqirganda siz o'zingizni o'sha haydovchining o'rniga qo'yib ko'ring. 200 metrga hech qancha narx yozmaydi deysiz-da. Ham hech qancha vaqt yozmaydi. Ham u shofyor haydovchi qancha joydan kelyapti, u ham bir maqsadda yuribdi ko'chada. Rahmat fikrlaringiz uchun. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Sog'ming, charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xarid qilib yuribsiz ekan, sizga ozgina savolim bor edi. Sevimli taksi 1351 haqida eshitganmisiz? Ha, eshitganman. Foydalanib turasizmi, yo'qmi? Foydalanaman. Qanday, sizga qulaymi, ma'qulmi? Qulay. Sog' bo'ling, katta rahmat. Bozoringiz bersin. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, biz mana Havas marketda, xudo xolasa, kassada turgan xodim bilan gaplashmoqchimiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bezovta qildik, ming bor uzr. Sevimli taksi 1351 haqida ma'lumotga egamisiz? Foydalanib turasizmi? Qanday, sizga qulayliklari bormi? Nima deydi, xizmat ko'rsatishda hech qanaqa kamchiliklar bo'lmaganmi shu paytgacha? Yo'q. Xolisona fikringizni aytavering. Yaxshi. Endi Sirdaryoga kirib kelgan yaxshi. Doim chaqirgan vaqtingizda yetib kelyapti mashinalar? Rahmat kattakon fikr uchun. Yaxshi ishlaylar, sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, biz fikrlar o'rganishda davom etyapmiz va mana bu yerda non sotadigan do'konga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Sog' salomatmisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Allohga shukr. Qanday, savdolar yaxshimi? Ha, bo'ladi, Xudoga shukr. Sevimli taksi 1351 haqida ma'lumotga egamisiz? Ha, bo'ladi. Hech foydalanganmisiz, yo'qmi? Kam-kamda. Kam-kam, ha? Qanday, sizga qulaymi narx-navolari? Narx-navolar salgina boraqaroqda. Qimmatroqmi? Ha, boshqa tomonlama qanaqa kamchiliklari bormi? Yo'q. Yaxshimi boshqa tomonlama xizmatlari? Yaxshi. Sog' bo'ling. Bozoringizni bersin, charchamang, savdongizni bersin. Xo'p, rahmat sizga. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz davom etyapmiz. Mana hozir to'g'ridan to'g'ri magazinga, Baxt shahrining markazidagi magazinga kirdik va bu yerda hozir mijozlar savdo qilishyapti mana. Va mana shu ukamiz. Assalomu alaykum, hormang. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kim bu ishlaysiz bu yerda? Yordamchi, sog' bo'ling. 1351 sevimli taksidan hech foydalanib turasizmi, yo'qmi? Qanday, sizga xizmatlari ma'qulmi yoki kamchiliklari bormi? Yaxshi, kamchiligi unchalik tez kelmaydi.
Ha, sekinroq keladi haydovchi. Vaqtida buyurtmani olib bajarishmayapti demak. Bo'ladi, nima? Ha, siz- 10 dan 5 gram. Ha, sizga ma'qulmi axir xizmatlari? Sog' bo'ling. Mana akamiz ham savdo qilyaptilar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Nima olyapsiz xudo xolasa? Ha, sog' bo'ling. Sizga qanday 1351 dan foydalanib turasizmi? Yaxshimi xizmat ko'rsatishlari? Kamchiliklari bo'lsa aytavering. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Charchamanglar. Sizlar ham charchamanglar, yaxshi ishlaylar, sog' bo'linglar. Rahmat.